Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısını görüşünləri qısqın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmununu diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgünde hükümeti Tashqi ishlar ministerligi 15 avgust kuni axborot e'lon qilib, xalqaro jamiyatni Xitoyning Şərq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik, ishg'ol va mustamlaka qilmishini oxirlashtirish uchun jiddiy harakat qilishga chaqiriq qildi. Axborotda mundaq deyildi: ishg'ol qilingan Şərq Turkistondagi Xitoyning mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligi buningga qarshi yer shariy harakatning zarurligini ko'rsatdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Komiser İşxanasının 2022 yılı 31 Ağustos'taki dokulatı Xitay hükümetinin işgal aslındaki Şərq Türkistan'daki Uyghur, Kazak, Kırgız ve başka Müslüman türü halkıga karta yürgüzotkan sistemlik ırkı kırgınçılık, insaniyetke kartılgan cinayetler, ırkçılık ve ayrımcılık cinayetlerini dünyaya aşkarıldı. Hazır bundan 2 yıl ötken bolsunmu, yanıla davamlaşayotgan bu cinayetler mecburi emgekke seliş, keng ko'lamda qalaymaqan tutqun qilish, tug'mas qilib etish, oilani parchalash, majburiy to'y qildirish, sistemlik bosqinchilik va jinsiy parakandachilik, a'zolarni yig'ib olish, kulturni yo'qotish va diniy ziyonkashlikni o'z ichiga olgan bo'lib, qasddan kimligimizni, e'tiqodimizni, mavjudligimizni yo'q qilishni maqsad qiladi. Bu jinoyatlar tasoddifiy emas. Buning manbasi Xitoyning Şərq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olishi va mustamlik, shundoqla turk xalqiga qarshi din va irq ayrimchiligidan iborat bo'lib, xalqaro jamiyat va Birleşken Devletler Teşkilatı va uning a'zo davlatlarning davomlashayotgan harakatsizligi irqiy qirg'inchilikning oldini olish ahdnomasi va qo'g'dash majburiyatining prinsiplarini ijro qilishdagi cho'ng bir mag'lubiyatning simvoli bo'ldi. Bu mag'lubiyat xalqaro qonunga xiloflik qilishla emas, balki insoniyatning yadrolik qimmat qarashiga xiyonat qilish hisoblanadi. Biz Şərq Türkistan sürgünde hükümeti Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komisarlığı Asya Direktori Volker Türk'nün gün sayın keskinleşayotgan bu insonparvarlik kirisini qilish uchun darhol va keskin harakat qilishini talab qilamiz. Birleşken Devletler Teşkilatı ve onun a'zo davlatlar Uyghur irqiy qirg'inchiligini Birleşken Devletler Teşkilatı Bexatarlik Kengashi va umumiy yig'in kun tartibining eng beshiga elib chiqishi kerak. Undan başqa biz dünya jamoatchiligining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining bu qabiy jinoyatlarga mas'ul Xitoy amaldorlariga qarata tekshirish va ayblashni talab qilib, Şərq Turkistonning adolat va javobgarlikka erishish uchun ko'rsatgan qonuniy tirishchanligini qo'llashini talab qilamiz. Şərq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish faqat rayon masalasida bo'lib qolmasdan, u dunyoviy majburiyat masalasidir. U Şərq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlarining erkinligini, kishilik huquqini va mavjudligini qo'g'dashning birdan-bir yo'li. Agar Falastinliklarning mustaqil davlat huquqi e'tirof qilinsa, undaqda uzun muddatlik davlat tarixiga ega va 20-asrda 2 qatim mustaqilligini qayta jakarlagan Şərq Turkiston xalqining Şərq Turkistonning mustaqil davlat ekanligini e'tirof qilish va qo'llash huquqi bo'lishi kerak. Mustaqil davlat bo'lgan Şərq Turkiston Cumhuriyeti 1949 yılı 12 ayning 22 kuni Xitoy Xalq Cumhuriyeti tarafidan majburiy ag'dirilib, qonunsiz ishg'ol qilindi. Dunyo endi sukut turmasligi kerak. Hazır hal qilg'uch va kollektiv harakatning vaqti. Biz har bir hukumat, tashkilot va shaxsni adolat, erkinlik va xalqimizni qo'g'dash ko'rishimizda biz bilan birga turishga chaqiramiz, dedi. Şərq Türkistan sürgünde hükümetinin dünyaviy harakat chaqiriqi 15 avgust kuni ANI xabar to'rida tafsiliy xabar qilindi. Şərq Türkistan sürgünde hükümeti Xitoyning Şərq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, Şərq Turkiston xalqining kültür ve kimlikini yo'qotish qilmishiga qarshi xalqaro jamiyatni harakatga o'tishga chaqiriq qilib, 13 avgust kuni axborot vositalarida Xitoy hukumati Şərq Turkistonga bo'lgan ishg'oliyatini davom qildirish uchun Şərq Turkiston Uyg'ur millatining kimligini yo'qotish maqsadida oldin planlangan bir strategiyani yo'lga qo'ymoqda. Beijing tarixiy va kulturel yiltizimizni yo'q qilish uchun ochiq-oshkora holda 16 mingdan ortiq masjidni chaqib tashlab, diniy o'rinlarni qavoqxona va klublarga o'zgartirish, nurg'ulagan tarixiy Uyg'ur mahallalarini buzg'unchilikqa uchratishdek haqoratli qilmishlar bilan shug'ullandi. Bu kulturel buzg'unchilikqa uchratish harakati xalqimizning ro'yini buzg'unchilikqa uchratish, turk va islom merosining mavjudligini yo'qotish uchun loyihalangan. Xitoy Şərq Turkiston xalqining islomiy kimligini yo'qotishga qarata rəhimsiz harakatini yurgizayotgan bo'lsa-mu, Islom hamkorlik tashkilotini o'z ichiga olgan islom dunyosi sukutni tanladi. Pokiston, Saudiya Arabistoni, Iran, Indoneziya qatorliq musulmon davlatlar, hatto Türkiye ve O'rta Osiyodagi Türk Cumhuriyatlari qatorliq nurg'ulg'an davlatlar yuz berayotgan vahshiyliklarga qarata sukut qilib qolmasdan, balki Xitoyning Şərq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik, ishg'ol va mustamlaka harakatini tap tortmasdan qo'lladi. Siyosiy, iqtisodiy va bexatarlik qatorliq jihatlarda diplomatik munosabat o'rnatish orqali irqiy qirg'inchilikni qo'llab,
islom talab qilgan adolat, kishilik huquq va ittifoqlik prinsipiga xiyonat qildi. Ularning bundaq ochiq-oshkor zulm oldida sukut qilishi va sherik bo'lishi Sharq Turkiston xalqi va islomning o'ziga qilingan cho'nqur xiyonat. Sharq Turkiston surgundi hukumati kulturimizni, diniy erkinligimizni va xalqimizning mavjudligini haqiqiy qo'g'dashning birdan-bir yo'lining milliy mustaqilligimiz va egilik huquqimizni asliga keltirish ekanligini o'ttirg'a qo'ydi. Biz hukumatlarni, xalqaro tashkilotlarni va barliq vijdonli kishilarni bizning mustaqillik ko'rishimizni qo'llab, Xitoyning dahshatli irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatini javobgarlikka tortish uchun darhol va konkret tadbirlarni qo'llanishni talab qilamiz dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati xalqaro yoshlar kunida xalqaro jamiyatni Sharq Turkiston yoshlarining krizisini hal qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgundi hukumati oila, ayollar va yoshlar inson haqlari ministrligining ministri Gulvaryam To'xtaxonova 12 avgust kuni ijtimoiy axborot vositalarida xalqaro yoshlar kunida Sharq Turkiston surgundi hukumati xalqaroning diqqatini ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk yoshlari duch kelgan insonparvarlik krizisiga jiddiy diqqat qilishga chaqirdi. Bu yoshlar Xitoyning rəhimsiz ishg'oliyati ostidagi Sharq Turkistonda Xitoy hukumatining jazo lagerlari va qul ishchi zavodlarida tasavvur qilg'isiz azob-uqubatlarga bardoshlik berib qul qilinmoqda. 1 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa turk bolalari oilasidan, yurtlaridan, mahallalaridan ayrildi va ularning milliy kultur kimligi tortib olindi. Bu balalar Xitoy yataqliq maktab yoki Darultam deb atalgan ta'sislarga qamalgan bo'lib, u yerda mingisi yuyilib, sodiq Xitoy fuqarosi qilib yetishtiriladi. Xitoyning davlat qo'llagan kimligini yo'qotish harakati insoniyat va adolatga og'ir daxl ta'ruz qilganlikdir. Biz xalqaro jamiyatni Xitoyning Sharq Turkistonda olib berayotgan mustamlikasi, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyatiga qarshi keskin tadbir qo'llanishga chaqiramiz. Sharq Turkiston yoshlarining izzat hurmati, erkinligi va an'anasi bilan yashashiga yo'l qo'yish to'liq zarur dedi. Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkilotining oila va ayollar direktori Amanisa Muxlisiya xonimi bu xalqaro yoshlar kunida ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi krizisni hal qilish uchun dunyoviy jiddiy harakat qo'llanishni talab qilamiz. Millionlagan Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa turk yoshlari oilasidan majburiy ayirib etilib, Xitoyning lagerlari va zavodlarida qul amgaki bilan shug'ullanishga majbur bo'lmoqda. Dünya Xitoyning davomlashayotgan irqiy qirg'inchiligi, mustamlikasi va Sharq Turkistonni ishg'ol qilishiga qarshi jiddiy harakat qo'llanib, bu yoshlarning izzat, hurmat, erkinligiga erishishiga, an'anasiga varislik qilish huquqi bilan yashashiga kafolatlik qilishi kerak. Sukut qilish tanlash emas. Biz hozir bu yoshlarning hayotini qo'g'dab qilishimiz, erkinligini asliga keltirish va ularning kimligining mangu o'chirilishining oldini olish uchun harakat qilishimiz kerak. Butkul xalqning kelgusi xatar ostida. Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish, yoshlarimizning erkinligi, izzat hurmati va kelgusiga kafolatlik qilishning birdan-bir yo'li dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish tashkiloti 14 avgust kuni davlat otimiz Abduqodir Domlamning qaslab o'ldirilganligining 100 yilligini xotirlab, Cumhur raisi Doktor Mamtunalla Atandining beg'ishlamasini ijtimoiy axborot vositalarida hamma yerildi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi Doktor Mamtunalla Atandi beg'ishlamasida bugun biz Sharq Turkiston milliy harakatining boshlamchisi Abduqodir Domlamning shahid bo'lganligining 100 yilligini qayg'u ichida xotirlaymiz. 1862 yilda tug'ilgan Abduqodir Domla bir rahbar bo'lib qolmay, hayotini Sharq Turkiston xalqini oqartish, tarbiyalash va ozod qilishga bag'ishlagan umid chirg'i edi. Uning ma'rifatdagi yiroqni ko'rarlik islohoti va nodonlik, xurofotlikqa qarshi turishdagi bo'shashmay tirishchanligi bizning zamonaviy kimligimiz va qarshiligimizning asosini tikladi. 1924 yili 8 oyning 14 kuni u tajovuzchilarning xiyonatchi yaloqchilari tomonidan rəhimsizlarcha o'ldirildi. Bu pastkash harakat bizning erkinlik va mustaqillikni asliga keltirish ko'rishimizni jimoqtirishni maqsad qilgan. Ammo ular mag'lub bo'ldi. Uning tavranmas ruhi bizning Sharq Turkistonning mustaqilligini va izzat hurmatini to'liq asliga keltirish uchun bo'shashmay izlanishimizga madad berdi. Biz uning fidokorlik ruhidan faxrlanamiz. Uning erkin, egilik huquqliq va mustaqil Sharq Turkistonga bo'lgan tasavvurini tavranmas iroda bilan amalga oshiradiganligimizga va'da beramiz dedi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining davlat otimiz Abduqodir Domlani xotirlaganligi AINI xabar kanalida 15 avgust kuni xabar qilindi. Xabarda Mamtunalla Apandining beg'ishlamasi tafsiliy bayon qilinish bilan birga yana boshqa Sharq Turkiston rahbarlarining tajovuzchi Xitoy tomonidan qaslab o'ldirilganligi,
Xitayning Sharq Turkistonni 1949-yili qonunsiz ishg'ol qilib olganligi, ishg'ol qilingandan keyingi zulm sitamlarini, bo'libmi yaqinqi yillardagi dahshatlik irqiy qirg'inchiliklarni bayon qildi. Print xabar tormi 15 avgust kuni Sharq Turkiston surgunda hukumati va Sharq Turkiston Milliy Uyg'unish harakatining davlat atimiz Abduqodir domlamni xotirlab e'lon qilgan beg'ishlamasini tafsiliy xabar qildi. Sharq Turkiston surgunda hukumatining sobiq prezidenti G'ulom Osmon Yag'ma apandining O'rta Osiyoning xatarlik taqdiri degan temada yozgan maqolasi 13 avgust kuni Medium xabar torida e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyildi: O'rta Osiyo dunyoning diqqat markazining sirtida qolayotgandek qiladi. O'rta Osiyoda nimalar bo'layotidi? Qandaq o'zgarishlar diqqatga sazovor? Bular haqida o'ylayotganlar yo'qdekla. Bütün dünyanın diqqəti Rossiya-Ukrayna urushi və Hamas-İsrail to'qinishiga markazlashgan bu vaziyat Xitoylarning qurtdek yumshoq va asta ilgirlashlarini yanama bir qadam olg'a siljitdi yoki texmo dadil ilgirlashga fursat yaratdi. Asldan Ruslarning nüfuz rayoni bo'lgan O'rta Osiyo yoki sobiq Sovet ittifoqi tavalari Xitoylar uchun yutib olishga oson luqma bo'lmasligi kerak edi. Lekin Amerikaning siyosatidagi xato tufaylidan Ruslar bosh dushman qilinib, Ruslar Xitoylarning quchqiga itirilgan vaziyatda yetim qoldirilishga tirishayotgan Rossiyaning Xitoydan boshqa tayong'idek do'sti qoldirilmagan ahvolda Ruslar O'rta Osiyodagi Xitoy yukselishlariga tur deyishga og'zi bormas vaziyatga qistaldi. Bu hol Xitoylar uchun oltin fursat yaratdi. Ruslarni hisobga olmaganda kim Xitoylarning O'rta Osiyo strategiyasida ularni to'xtata oladi? Hech kim. Yaqin kelgusida tuzatkili bo'lmas bir vaziyat, yangi siyosiy jo'grafiyalik ahvol maydonga chiqadi. Xitoylarning temir yo'lini Toshkentga tutashtirishi bilan Xitoyning kelgusi planlaridagi asosiy qurilma hozirlangan bo'ladi. Eng avval Tojikiston Xitoyning qaram davlatiga aylanadi. Chunki shu anda Tojikistonda maydonga kelgan barliq asosiy qurilishlarning hammasi Xitoy puli, Xitoy texnikasining mahsuli. Tojikiston o'z kuchi, o'z aqliga tayanib, Xitoyning g'arazlik paturgan qarzlaridan qutula olamdi. Bu bek mumkin ko'rinmaydi. Qarzdan qutula olmagan Tojikiston qanday qiladi? Xitoy bo'yinturqiga bo'ysunishdan boshqa chiqish yo'li yo'q. Tojikiston Badaxsha viloyatidan bergan tuproq bilan Xitoylar shukr qiladi deb xato chot so'qqan bo'lib, Xitoy hatto butkul Tojikistonni yutib olgandan keyin shukr qilmaydi. To'g'ri. Xitoylar Tojikistonni o'zlarining davlat xaritasiga kirgizib olmaydi. Bunda qilib butun dunyoning diqqatini o'ziga tortishning nima keragi? Tojikiston xalqarada yanada bir davlatmish kabi mavjud bo'lib turaveradi. Ammo Tojikistonning ichida Xitoylarning degani degan bo'ladi. Tojiklar xuddi bugun Xitoy territoriyasi qilib qo'shib olgan atalmish avtonom joylar, amaliyotdagi mustamlikalar bo'lgandek qo'rchoq amaldor bo'ladi. Ko'rinishda har yerda tojiklar ish beshida ko'rinsimi, amaliyotda tizgin Xitoylarning qo'lida bo'ladi. Bu balkim tarixga yozilgandek yangi turdagi mustamlika shakli yoki yangi turdagi avtonomiya bo'lib qolar. Ikkinchi qadamda yoki ozg'ina vaqt farqi bilan bir vaqtda degidek Qirg'iziston bu qismatga o'rtoq bo'ladi. Qirg'izlardagi davlatchilik engmi tojiklarnikidan bek farqlanib ketmagachga, ularmi Xitoylarning yumshoq qattiq besimlar ostida bir yayloqni Xitoylarga o'tkazib bergan edi. Ammo buninglik bilan Xitoylarning ishtihasi besilmadi. Xitoylar to'limu tumuchi millat. Tuproq berish Qirg'izlarning tumur so'qishi haqida Xitoylarga bir qimmatlik uchur ta'min etdi. Qirg'izlarning tizpik turish ta'sir emas edi. Qirg'izistonning o'xshashla Xitoylarning qarz patqiqiga kun sayin patmoqda. Texmo yomon yeri hala muqimlik qozonolmayotgan Qirg'iziston hukumatining turoqsiz vaziyati bundan tug'iladigan vakuum Xitoylarning foydalanish uchun bek yaxshi fursat ta'min etmoqda edi. Xitoylar yordamni davlatga emas, o'zini o'ylaydigan davlat odamlariga berish yo'li bilan Qirg'iziston hukumatini chiritdi, paraga bo'g'di. Bu hol barliq O'rta Osiyo davlatlarida o'xshash. Bu bo'lsa Xitoylarning ilgirilishi uchun dog'dam yo'l ochib berdi. Endi yaqin kelgusida Qirg'izistonning yana bir qaram davlat bo'lib, Xitoyning qo'yniga kirdiganligini mo'ljallash tez emas. O'zbekiston O'rta Osiyodagi qarindosh millatlar ichida davlatchilik eng bir qadar kuchli bo'lgan birisi bo'lsa-mu, ikki qo'shnisi tufayli ichilgan yuchuq xuddi suv sizishga boshlagan to'smadek, endi orqadan O'zbekistonmi to'pon bosmal qolmaydiganligini kuchli kafolatga ega qilmoqda. O'zbekistonda Xitoy saqchi punktining qurilishi buning ishoratimi? Bu saqchi punkti masalasi g'arb davlatlarida qurilgan saqchi punktlarga hech o'xshamasligi kerak.
G'arb davlatlarida Xitoylar maxfiy turda g'ayriqonuniy shaklda qurib olgan yer osti saqchi punktlari bo'lsa, O'zbekistondagisi doiralarning ma'qullığı bilan qurilgan tamoman oshkora bir muassasadir. Bu shuni ishoratlaydiki, O'zbekiston hukumati Xitoylarning talablariga yo'q deyamaydigan bo'pti. Shuni keskin kesib ayta olamanki, kelgusi 50 yil ichida O'rta Osiyodagi ikki qo'rchoq davlat Xitoyning qaram davlati maydonga keladi. Yana boshqa ikkisining yo'li selinib, qurilishga hozir vaziyat borligi keladi. O'zbekiston va Qozog'iston. Bu davlatlarga ko'chib makonlashayotgan Xitoy ko'chmanlar hargizmo normal ko'chmanlar, hayotlik yo'li izlab chiqqanlar emas, balki kelgusi kengayish planida ichidan moslashadigan kuchlardir. Amerika boshchiligidagi G'arbning Rus dushmanligini asos qilgan siyosatida o'zgarish bo'lmagan muddatcha Xitoylarning O'rta Osiyoga kengayish harakati hargizmo to'xtamaydi, hatto hech ostilmaydi. Bundan boshqa Afg'onistondan chekingan Amerikaning o'rnida shakllangan kuch bo'shlig'i Xitoylar tomonidan to'ldirildi. Xitoylar bir tajovuzchi sifatida emas, yordamchi, yordamsuyar, insonparvar sifatida kirib kelayotgachqa, bu chet el kuchlarining emas, Talibanning aqlini o'ynatadi. Bu kirish tarzi xuddi Sharq Turkistonning ishg'oliga o'xshab ketadigan metodda bo'lib, bundaq istilo harakatining zo'r darajada qaymoqtirish kuchi bo'ladi. Taliban Xitoy ittifoqining shakllanishi O'rta Osiyodagi yangi jumhuriyatlarning janub tarafdan iskanjaga ilinishi demakdir. Ukrainaga bog'langan Rossiyaning O'rta Osiyo haqida o'ylashga hafsalasi bo'lmagan fursatda Xitoylar bu yerdan Rus nupuzini tozalab chiqarib bo'lsa, keyin Ruslarning cho'lisi tegadigan vaziyat kelgan taqdirda Xitoylarning egallagan o'rnini o'zgarta olmaydi. G'arb uchun texmo o'rin yo'q. Xitoylar bir kapamdan yeb va to'liq hazm qilmasdan har tarafga kuch sarf qiladigan xatolarni qilmaydigan bo'lg'achqa, bu puxta qadamlik ilgirlashning oqibatida butun dunyoga balo qazo yuzlanadi. Hadab bir qutupluq dunyo yaratish orzusida bo'layotgan Amerika yana bir qutub deb ko'z tikib olgan Rossiyadan qutulgan taqdirda texmo kuchlik, texmo xatarlik boshqa bir dushman, boshqa bir qutub bilan yuzlashishga majbur bo'ladi. Bu chaqqa kelinganda bu vaziyatni tuzatish Amerika uchun hech mumkin emas. Butkul G'arb ittifoqi uchunmi ancha oson emas. Buni oson emas degan so'z bilan ifoda qilish haqiqatanmi yetishmaydi. Ikkinchi dunyo urushining vayronchiligini necha qatlaydigan vayronchilik va kuch mavzu boisdir. Ilgari ko'p qatim takrorlaganimdek, Amerikaning Xitoy masalasidagi orsaldiligi, ko'msam pishamo, yapsam pishamo turidagi tutumi kelgusida pushaymonni oladigan qochi yo'q bir vaziyat yaratadiki, Xitoylar Amerikani G'arbiy Tinch okean rayonidan siqib chiqaradi. Bu chaqqa kelinganda Amerika Tayvanni qurbon qilish hisobiga bu yerda tangpungliq saqlashga, yandash o'yinchi bo'lib mavjudligini qo'g'dashga majbur vaziyatga kelib qoladi. Amerika homiyligidan ayrilgan Tayvan qarshilikning foydasi yo'qligini bilgachga, yanada Xitoy millatining milliy manfaati uchun deydi-da, urushsiz taslim bo'lib, ona vatanining qo'yniga qaytadi. Sharq tarafda borliqqa keladigan bu vaziyatga taqobil turishning birdan-bir yo'li yoki aqalli siyosiy shaxmat usuli G'arbdan parakandachilik selish orqali Sharqni tinchlantirish bo'lishi kerak bo'lsa-mu, Amerika O'rta Osiyoda so'z sohibi bo'la olmaganligi va bundaq tashabbuskorlik huquqini kun sayin yutirib qo'yayotganligi uchun Xitoylar G'arb tarafdan tamoman xotirjam vaziyat yaratmoqda. G'arbdan xotirjam bo'lish Xitoylar uchun hayotiy ahamiyatga ega muhim qadam hisoblanib kelmoqda. Buni Xitoylarning harbiy akademiklaridan biri allaqachon o'tirg'a qo'yib, Sharqda bir to'qinish yuz bergan taqdirda Amerika Sharq Turkistonlikdan 1,5 millionni qurollantirib, G'arbni parakanda qiladiganligi haqida bishorat bergan edi. Dal mana shu sababdan G'arb tarafining tinch bo'lishi Xitoylar uchun hayot-mamotlik masala bo'lib kelmoqda. Xitoylar G'arbda O'rta Osiyoga kengayish, qaram davlatlar yaratish, Pokiston misoli ajralmas do'st davlat yaratish urinishini jiddiylashtirmoqda. Dunyoga xo'ja bo'lish uchun dengiz ustunligi shart bo'ladigan bo'lsa, Xitoy nima uchun G'arbga kengayishga jiddiy qaraydi? Aslida bu dal Sharqda Tinch okeanda kuchlanishning asosini yaratish uchun elib berilayotgan strategiyadir. Xitoylarning Amerikaga tog'aq chiqarishi vaqt masalasi bo'lib, Xitoyning aviya matkasi 5 ga yetgandan keyin nimalar bo'ladi? Buni yaqin kelgusida ko'ramiz. Tajovuzchilarning qalamkashlari va kanoylari. Uyg'unish harakati o'liklar dunyosiga nisbatan hayotlik elib kelsa, tajovuzchilik dunyosiga nisbatan xatar va og'ir tahdid elib keladi. Mustamlika qilingan ellarda uyg'unish uchqunlari o'tirg'a chiqishga boshlagan hamon tajovuzchilar mustamlika qilingan millatlardan o'zlariga sodiq xizmat qiladigan qalamkashlarni,
dərvişlərni və hər xil qiyafətdəki casuslarni yetiştirishga başlaydı. Mustamlika ideyasini qabul qilgan qalamkashlar, kanaylar və çaparmanlar hər zaman uyg'unish ideyalariga to'sqinlik qilishga urinib turdi hamda mustamlika qilingan millatlardagi erkinlik, mustaqillik, kimlik, adolat va qimmat qarash engini burumlashga yoki ojizlashtirishga yoki millatning diqqatini asosliq masaladan boshqa tarafga burashga harakat qiladi. Mustamlika ideyasidagi qalamkashlar barmoqlarini, qalamlarini va tilini tajovuzchilarning planlari va fikrlarini bozorga solish uchun xizmatga soladi. Chunki tajovuzchilar o'zlarining planlarining oshkorlanib qolmasligi uchun o'zlariga vakolatan so'zlaydigan yoki yozadigan setilma qalamkashlarga muhtoj bo'ladi albatta. Mustamlikaga yo'liqqan har qanday bir millatda tajovuzchilarning manfaatlari va ideyalari uchun chakarchilik qilgan, ideyasi zararlangan va axloqi buzilgan qalamkash qurtlar tepilib turdi. Qalamkash qurtlar mustaqillik ideyasidagi siyosiy iqimlarni ojizlashtirish, sog'lom ideya egalariga qalpoq kiydirish, ular haqida fitna ig'vo tepish orqali ish qilg'izmaslik, sog'lom harakatlarning e'tiborini tushirish hamda parchalashga urinish qatorliq ziyonli ishlarning hammasini qilishdan bosh tortmaydi. Cemiyatshunos mutafakkur Malik Nabiy yazmalarından özündə. Bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Bizə vaxt ayırğanlar üçün köpdən köp rəhmət. Kelər qıtımqı proqramımızda görüşkəcə Allah'a emanet bolğaysızlar.